Hamza 1963-yilgacha Vanovskiy posyolkasi, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi shahar. Qo'qon-Andijon temir yo'ldagi stansiya. Temir yo'l posyolka yonidan 1890-yilda o'tkazilgan. Viloyat markazi Farg'ona shahargacha 36 kilometr. Tuman markazi Oltiariq shaharchasigacha 7 kilometr uzoqlikda joylashgan. Hamza shaharda neftni qayta ishlash, neft sisternalarini bug'lab yuvish stansiyasi, neft mahsulotlari ta'minoti va don mahsulotlari korxonalari, avtokorxona, qurilish tashkilotlari, savdo, madaniy va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari bor. 4 ta umumiy ta'lim maktabi, iqtidorli bolalar gimnaziyasi, kasb-hunar texnikumi, kutubxona, stadion mavjud. Yana Hamzada ko'p tarmoqli shifoxona, ko'zni davolash markazi hamda bolalar poliklinikasi mavjud. Hamza o'ta sanoatlashgan bo'lishiga qaramasdan, qishloq xo'jaligi va bog'dorchilik asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shahar uzum yetishtirishda katta tajribaga ega uzumchilar shahri hamdir. Hamza shahrida yana 20 ming tonna mevani sig'dira oladigan mevalar saqlaydigan muzlatkich ham mavjud. Mevalar 10 oygacha saqlanishi mumkin. Bu muzlatkich sifati va sig'imi jihatidan O'rta Osiyoda yagonadir. Hamza shahriga 2012-yilda tinchlik nomi berildi.